Yovvoyi sirtlan bilan Lovina ishtining qaysi eng yomon? Bu hammamizdan qiziqishini qo'zg'aydigan tema. Chunki sirtlan degan bu adash hamisha hayvonlarning kayni tarafiga hujum qilib, ko'rsakla shu uchligimizni keltiradigan bo'lib qolgan hayvon. Lovina bo'lsa it oilasidagi eng dangli sanaladigan hayvondan birisi. U hammamizning bir qadar olqishiga erishgan jonliq. Agar bu bizning eng yaqin do'stimiz bilan eng o'ch ko'radigan sirtlan uchrashib qolsa, nima ishlar yuz beradi? Qani birlikda ko'rib boqaylik. Yurak berib, meni qaytib olib, davomini anglang. Sirtlan, chipar sirtlanni misol olsak, uning ig'irligi odatda 64 kilogramdan 68 kilogram oralig'ida. Mo'rigizniki taxminan 70 santimetrdan 91 santimetrgacha keladi. Uning eng alohida yeri dal uning kuchli tishlash kuchida. Odatda tishlash kuchi 460 kilogram atrofida bo'lib, oljining so'nkini osonlikcha chiqib o'tadi. Lovina ishti bada ig'irligi odatda 38 kilogramdan 59 kilogramgacha. Mo'risining egizligi 69 santimetrdan 58 santimetrgacha keladi. Uning tishlash kuchi taxminan 280 kilogram atrofida keladi. Badan qurilmasi bo'lsa kuchli muskulga ega, lekin butun tan shakli va tishlash kuchi jihatda sirtlandan sal tuvan turadi. Sirtlan asosan Afrika yayliqiga tarqalgan. To'plashib yashaydigan hayvon bo'lib, dalada yashash va ovlash tajribasi mo'l. Ular doim to'plashib turib ovlaydi. Ularning jang qilish maharati va taktikasi nihoyat qaltis. Nodir filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu salonga egishib oling. Lovina ishti oilda beqildigan qo'g'dug'ichi hayvon bo'lish sifati bilan garchi insonlar mashq qildirgandan keyin belgilik hujum qilish va mudofaa ko'rish iqtidoriga ega bo'lsa-mu, lekin asosiy vazifasi zimin va egisini qo'g'dash. Shunga sirtlanlarning rayimsiz dala muhitida tavlab chiqqan yashash va jang qilish maharati bilan uning jang qilish maharatini bir o'ringa tizishga bo'lmaydi. Uning ustiga sirtlan uzun mezgil dalada yashash jarayonida boshqa ovchilarning hujum qilishi va ovlashdan saqlanish uchun bir qadar ho'sharlikqa ega. Umuman qilib aytganda bu ikki hayvon o'zaro uchrashib qolsa, sirtlanning yengishi taxminan 99% o'rin egallaydi. 1% o'rin bo'lsa, Lovina istibak alohida mashqlantirilgan ahvolda amaliyotga aylanib qolishi mumkin.